Assalomu alaykum azizlar, salomatmisizlar? Mana biz Hashim School studiyasida siz ko'rib turgan video Toshloq tumanidagi 4-maktabda olingan hisoblanadi. Bu videomiz 3-qism hisoblanadi. Sababi juda ham mana shu maktabda o'qituvchilar bilan bo'lgan munosabatlarimizda, bo'lgan muloqotimizda anchagina yaxshi ma'lumotlar bo'lganligi uchun ancha boy bo'ldi. Shuning uchun 3 ta qismga bo'lishga harakat qildik va 3-qismi aynan siz uchun mos bo'ladi deb o'ylayman. Chunki 3-qismda aynan motivatsiyalarga boy bo'ldi. Ustozlik haqida, ilmga targ'ibot qilish, umuman intensivlik haqida demak ma'lumotlarga boy bo'ldi. Albatta videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Bu yerda aynan siz tomoshabinlar uchun ham juda ham qiziqarli, kerakli, hattoki o'zingizni hayotingizda qo'llashingiz mumkin bo'lgan ilmlar, motivatsiyalar berilgan azizlar. Videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Videoni oxirida ko'rishguncha azizlar. Qani ketdik. Men hozir o'zimni misolimni sizga misol qilib aytishim kerak. Kim ertalab soat 7 gacha turadi? Yaxshi, zo'r. Kim 7 gacha kitob o'qiydi? 2 kishi, 3 kishi, yaxshi. Kim kitob o'qib turib ustozga aytib beradi? Kim har kuni 365 kun mana shu ishni qiladi? Ko'ryapsiz, juda ham kammiz. Juda ham kammiz. Natijaga erishishlik uchun albatta sizga ustoz bo'lishi kerak. O'zingiz agarda harakat qilaman desangiz, internet bor, Instagramda bor desangiz, bu xato yo'nalish. Siz robototexnika, mana IT sohasidan agar xabaringiz bo'lsa, tez ketadi. Bunaqa ketmaydi, tez ketyapti. Tushunyapsiz? Ulgurmaysiz. Albatta sizga ustoz kerak. Birinchidan. Ikkinchidan, siz intensiv holatda foydalanishingiz kerak. Doimiy ustingizda ishlamasangiz, qarang. 30 ta odam bormi? 2 ta odam, 3 ta odam qo'l ko'taryapti. Nimaga ertalab turishimiz kerak? Nimaga intensiv foydalanishimiz kerak? Men hozir ham o'sha millioner insonga o'sha shogird tushganman. Har kuni soat 7 gacha bitta kitob berishadi. Men o'sha kitobni har kuni intensiv holatda javob qilib aytib beraman. Men nimaga aytayotganimni hozir tushunib olasiz. Intensivlik natija beradi. Tushunyapsiz? Sizga intensiv ustingizda doimiy ishlashligi. Qiziq tomoni, misol uchun meni nima undaydi? Birinchidan millionerlar o'zidan-o'zi shogird olmaydi, hammangiz bor. Pulga olishadi. Topshirib birgalikda hamkorlik boshlaganimizdan keyin, bilasizmi, bitta qiziq tomoni, sizni miyangizni o'ylantiradigan narsasi, har kuni soat 7 gacha men o'sha qanaqa marketing bo'ladimi, yoki bo'lmasa biznes bo'ladimi, yoki savdo bo'ladimi, ana shu kitobni men o'qib aytib berishim kerak. Bitta kitob 10 kun, 15 kungacha oladi. Shu narsani aytib berishim kerak soat 7 gacha. Men agar 7 dan 1 minut kech qolsam yoki ayta olmasam, men shtrafga tushaman. Shtraf sizni shunaqa miyangizni ishlatadi. Miyangizni ishlatadi. Qiziq, nima deb o'ylaysizlar? Bir kunlik shtraf nechi pul? Qiziqishga. Qiziqishga, ha? Men o'qituvchiga, ustozga shtraf beraman. 100 ming. Yaxshi, mana 200 ming, 100 ming, yaxshi. 100 ming, 200 mingni siz nazar pisand qilmaysiz. Men bir kunlik xatoyim uchun 1 daqiqa kech qolgan $50 shtraf to'layman. $50 kichkina pul emas. Tasavvur qilasizmi? Kelganda vaqt haqida birinchi gapirasiz. Tushunyapsiz? Men nimaga aytyapman? Bizga aynan mana shunaqa metodika kerak. Biz rivojlanolmaymiz. Natija mana ochib qo'ydi hammalaring. Ya'ni siz shtraf to'lasangiz, bir kun to'lang, 2 kun to'lang, $50 dan ketaversin. Ertalab turib kettasizda, kitob o'qish kerak. $50 tasavvur qiling. Ya'ni bu narsani aytayotganligimning sababi sizni miyangiz ishlashni boshlaydi. Men shu strategiyani sizga bermoqchiman. Shaxsiy rivojlanish, chunki aslida qilayotgan ishingizam shu-ku, texnologiya o'zi aslida shuni o'rgatadi. Tasavvur qiling. Qiziq holatda nima uchun ertalab 5 kilometr yurish kerak? Ustoz menga 5 kilometr yurishni majburlaydi. 5 kilometr qilib men kitobdagi o'rgangan narsalarimni birinchidan o'rgangan, ertalabda turib, demak 7 gacha o'rganib turib, men uni video qilib, dumaloq videoda 1 daqiqada aytib berishim kerak. Tasavvur qilyapsizlar, kim men tushunyapti? 1 daqiqada siz uyda o'tirib, xonada o'tirib javob bermaysiz. Hozir stolda o'tiribsiz. Siz yurib javob berasiz. Aytib berasiz. Birinchidan 5 kilometr siz yurasiz. Insonning tanasida nima bo'ladi? Harakat bo'ladi. Yaxshi, tushunarli. Ikkinchidan siz endi uni o'tiribman, siz hozir xotirjam. Siz hozir nimaga kirib olgansiz? Zonaga, komfortga kirib olib, mazza qilib. Endi bo'ladi-da deysiz. Bola javob bera olmasa, ertaga javob beraman deysiz. Ya'ni muhitdan chiqishimiz kerak. Shunaqa miyangiz ishlashni boshlaydi. Men shuni sizga o'rgatmoqchiman.
Texnologiya aslida shu, o'rganayotgan narsamiz ham texnologiya. Bu internetda aytilmaydigan narsa. Ha, yurdingiz, qoningiz aylandi. Ikkinchidan siz ma'lumot berasiz. Hozir 7 gacha nima bo'ladi? Sekin quyoshni ko'tarilib, ya'ni haligi quyosh ko'tarilishini ko'rasizmi ko'zingiz bilan? Endi bitta narsada quyosh ko'tarilishi o'zi nima degan savolga. Sizlar bu narsani e'tibor bermagansizlar. Shuncha aytib beryapman. Ikkinchi, bizni pastga tashlayotgan narsa o'zimizda ishlamayotganligimiz, tartib, intizom yo'qligi va kitob o'qimayotganligimiz. Buni bilib oling. Yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Kitob o'qimayapman deng. Ilm olishingiz kerak, shart va majbursiz, tushundingiz-a? Ustoz topishingiz kerak, o'zingizga ustozni bilib, har kuni tinimsiz intensiv foydalanishingiz kerak. Nima uchun yer yuzida qo'ylar ko'p butun dunyo bo'yicha, Amerikada ham musulmon bor, to'g'rimi? Boshqa yurtlarda juda ko'p. Ehsonliklarda qo'y juda ham ko'p qirilib ketmaydi. Vaholanki bitta, ikkita tug'adi xolos. Nima uchun u bilasizmi? Nimaga u juda ham ko'p? Qirilib ketmaydi. Qo'ylar. Bir daqiqa. Qo'ylar judayam erta turar ekan. Baraka berar ekan. Aha, mana uni ushlab gapiring. Yaxshi, zo'r. Jonivorlardan ko'ra men buni o'qigan edim. Aha. Qolgan jonivorlardan ko'ra shu qo'y hamma jonivordan ko'ra erta turar ekan. Unga baraka berar ekan. Shu baraka berganligi uchun ham shu qo'ylar erta turadi. Bu siz aytmoqchi qirilib ketmaydi deb shu nimaga qurbonlikka ham qo'y hayvoni tanlangan ekan. Shu erta turib, shu tongni ko'rib, quyosh chiqishini ko'rar ekan. Baraka berar ekan. Zo'r, nima bitta kitobingizdan bersak bo'ladimi, domla? Xo'p, bu kitob domlaning kitoblari Arduino bo'yicha sizga hadya qilamiz. Yaxshi javob berganingiz uchun mana. Bu dunyoda rahmat. Bu dunyoda hamma narsa rag'batlantirish bilan bo'ladi-da. Rag'batlantirmasangiz bo'lmaydi. Yaxshi, qaranglar. Endi davom ettiraylik. Qiziq joy, yaxshi. Bu zo'r ma'lumotlarni aytdingiz. Jonivorlarda ichida bitta qo'y ertalab turar ekan. Birorta qo'y quyosh ko'tarilayotgan mahalda uxlab qolmas ekan. Ular biladi, bilasiz, uxlaydi. Qo'ylar uxlaydi, tovuq uxlaydi, kallasini tiqib olib, mishiqlar uxlaydi. Aynan qo'y jonivor quyoshni ko'tarilayotganligini u kutib olar ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Tasavvur qiling, bir quyoshni ko'tarilishini kutib olar ekan. Va nima qiladi? Ma deydi, ba deydi. Va natijada kim o'g'atadi? O'zini egasini o'g'atadi. O'zi egasini o'g'atadi. Agarda ana shu inson egasi agar buni turg'izsa, ya'ni mana shu marashiga turadigan bo'lsa, bu inson ham quyoshni ko'tarilishini kutib oladimi? Va natijada qarang, qo'y nima qilyapti? O'zi bilmagan holatda egasini o'g'atyapti. Egasi endi ma dedi, endi turishim kerak ekan deb hali bir ovozni eshitsangiz iloji yo'q turib ketasiz. Shuna qilib e'tibor bering. Baraka o'zi quyoshni kutib olishi bilan birga xo'jayinini ham o'zi bilmagan holatda majbur qilar ekan. U kelib ovqatini beradi, taomini beradi. Bitta narsa xulosani qiling. Quyoshni qaysi soatdan bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi kundan bo'lishidan qat'iy nazar, siz quyoshni ko'tarilishini kutib oling birgalikda va ilm o'rganing va 5 kilometr har kuni kamida yuring. Shunda 3 kun yuring, 4 kun yuring. Sizga bu odat bo'lib qoladi. Ana o'shanda barakani bilasiz. Rivojlanayotganligingizni bilasiz. Kim tushundi mana? Yaxshi tushunyapsizlar. Bu sizlarga asrga tatigulik kun. Bu meni gaplarim bas. Hamma millionerlarning gapi. Agar shunga amal qilsangiz, o'zgarasiz. Bitta narsa, biz bolalarni o'zgartirmoqchimizmi? Avvalo o'zimizga o'zgarishimiz kerak. Siz agarda amaliy ish qilib bolalarga ko'rsatib bermasangiz, biz o'tiraveramiz. Men chet elga ko'p boraman. Chet elda bolalar shu darajaga yetib keldi. Arabistonda, Xitoyda bolalarning darajasi juda yuqori. Biz bolalarimizga nisbatan ancha yuqori. Mantiqiy rivojlanishda bo'lmayapmiz. Biz bolalarimizda mantiqiy rivojlanish avvalo biz o'zimiz ko'rsatishimiz kerak. Savol-javob qilsak, ozgina ochilib qolyapti bizning bilimlarimiz. Tushunyapsizlar? Aytmoqchi bo'layotganligimiz, o'zingiz ustida doim ishlang. Qaysi kasb egasi bo'lishingizdan qat'iy, texnologiyami, matematikami, fizikami, oddiy misol mana mantiqda ozgina suhbat qilaman, bitta ikkita savol berib ko'raman. Mantiq o'zi nima degan savolga. Mantiqsiz bilmasangiz, nafaqat bu dunyoda, hamma sohada orqada qolib ketamiz. Tushunyapsizlar? Meni gaplarim g'alati tuyulmasin, savol, ozgina savol beraman. Mana bilganlar qo'lingizga javob beraverasiz. 3 sekund vaqt beraman. Masalan, deylik,
10 dona sham yonib turgan bo'lsa, bittasini o'chirib qo'ydik. Nechta sham qoladi? Bitta qoladi. Yaxshi. Xo'p, 10 ta, bitta, hammasi o'chadi. 3 xil javob bor, nimaga? 10 dona sham yonib turgan bo'lsa, siz bittasini o'chirib qo'ydingizda, demak 9 tasi yonib tugaydi. Bittasi o'chganligi uchun bittasi qoladi. Qarshi olamiz to'g'ri javob uchun qarang. Mantiqi nima? Xo'p, yaxshi. 12 soni turibdi. 12 soni turibdi. 12 ni teng 2 ga bo'lib 7 hosil qilib bering. Ring raqamda Yaxshi. 12 teng o'rtasidan bo'lasiz, 7 hosil bo'ladi. Tushundingizmi? Qarang, mantiqi yaxshi. Xo'p. Keyingi savol. Ya'ni mantiq nima berishini sizga aytyapmiz-da. Xo'p. Tasavvur qiling. Xo'p. Daraxtda 30 ta qush turibdi. Bittasini urib tushirdik. Nechta qoldi? Hammasi uchib ketdi. Yaxshi. Boshqa javob ham bormi? Bitta qoladi, xolos. Yana to'g'ri opa, mana mantiqiy sizda rivojlanish yaxshi. Men siz bilan birgalikda hamkorlik qilaman. Siz tayyorsiz. Inson rivojlanishi bo'lish kerak. Tushunyapsizmi? Men siz bilan hamkorlik qilishga tayyorman. Ya'ni Hashim School o'quv markazi rivojlanishga tayyorsiz. Hozir men bitta ikkita yana yangi ma'lumotlar beraman. Hozir ochib berishim kerak-da. Biz ochalmasak, mana shunaqa muhit yaratalmasak, biz rivojlanmaymiz. Nimaga? Chunki nima aytib bering o'zingiz? Endi qolgani uchib ketadi, bittasi o'ladida. Urib tushirganimizdan keyin u yerda qoldi-da, qolgan 9 tasi uchib ketadi. Chunki uchib keta olmaydi-ku. To'g'rimi? Yaxshi, yaxshi. Xo'p. Qushlar tafakkur ochildimi? Kimda ochildi? Tushunyapsiz-da? Yaxshi. Demak, to'g'ri yo'lda ketyapmiz. Xo'p, qushlar yomg'ir yog'ayotgan mahalda qanday daraxtga o'tiradi? To'ppa-to'g'ri. Demak, nam daraxtga o'tiradi. Kimdir aytadi, tomni tushgasiga kiradi, xayol kutdi hammada, to'g'rimi? Demak, u ho'l daraxtga o'tiradi. Tushundingizmi? Yaxshi, yaxshi. Qachon biz 2 ni ko'rib 10 deymiz? 22 bo'lganda soatda 22 da 10 bo'ladi. Soat 2 ni ko'rganimiz, ya'ni daqiqa ko'rinishi, daqiqa strelkamiz 2 ga kelganda 10 deymiz. To'g'ri? Yaxshi, tushunarli bo'lyapti. Quyosh bilan yerning o'rtasida nima bor? Bilan degan so'z bor. Yaxshi, zo'r. Xo'p, endi e'tibor bering. Afandi ketayotgan ekan, u topib olibdi. U nimani topib olgan? To'ppa-to'g'ri, ketani topib olgan. E'tibor bering. Ko'ryapsizmi? Kimdir xayol ketdi. Juda ko'pchilik tillo, ya'ni haqiqatan bilaydi. Ya'ni afandi ketayotgan ekan, ketani topib olgan. Tushunyapsizmi? Mantiqiy qanaqa rivojlanishimiz kerak. Keyin biz bular bilan ishlaymiz. Keyin buni ustida dastur tuzamiz. Tushunyapsizlar? Biz mantiqiy rivojlanmasak, biz hali mashinani ko'rganmisizlar? Qumga botib qolsa, tuproqqa botib qolsa, aylanaveradi, lekin u natija ko'rsatmaydi. U shunchaki joyida aylanyapti. Bunaqa mashina bizga kerakmi? U shunchaki o'yinchoq mashinaga aylanib qoladi. Bizni ballonlarimiz harakatlanib turpoqda natijaga olib borish kerak. Natijada turgan joyimizni B nuqtaga olib borish kerak. Shunda bu natija bo'ladi. Joyida tursa, u nima qiladi? Mashina o'zi aynan mana shu bir A nuqtadan B nuqtaga olib borish uchun mo'ljallangan. Agarda u to'xtab harakatlanyapti, lekin joyida, bu natija 0 ga teng. Bu harakati 0 ga teng bo'ladi. Tushunyapsiz-a? Xo'p, yaxshi. Harakatlaringizga ham ishlaydi. Mana. Xo'p. Bir yoqimli musiqadan boshlaylik, bo'lmasa. Bularni hammasini o'zimiz qilganmiz, dasturlashini. Robotda o'zbekcha, kelinglar o'zbekcha ashlardan boshlaylik. O'zbekcha ashlar hali hech kim yozmagan O'zbekiston bo'yicha. Yaxshi mana. Qaysi ashlar bu? Avozot men nazarlik. Va mana bolalar bilan. Şehrinden gün yarışsın, yüze yağmur olur, iman olur. 15 kilo turadi maksimum. 15 kilo yuk qanaqa boshqaryapti o'zini. Serkabi cho'char qon, vatan desa dunyoni, ikki chetga suv olur, iman olur. So'rashyapti bilan. Nasibim güzel olsan, bak içine güzel olsan.
Sizlarga yurak ko'rsatadi, yonimga kelib olib. Gafletten yüz oğlum, yol hammadan zor oğlum, uyma oğlum, Türk oğlum. Bek osmanlıda, yıldız kol ayağında, Feruni ummanında, kolmarları. Yugurishda ancha-muncha odamdan tez yuguradi. Dunyo bo'yicha reytingga eng baland robotlardan bittasi. Murakkab truklaridan bu. Ajdodlarga olmasın, gibi hanım olmasın, babası Bu faqatgina sizga oddiy ko'rinishi mumkin. Aslida buni imkoniyatlari ko'p. qancha choqlar, Aslida u sizni hozir rasmga ham olib ketyapti. Sizni videoga ham olib ketyapti. ol qaytmas jasur oğlum, imon oğlum, Türk oğlum, imon oğlum, Türk oğlum. Qorong'ida sizga svetini yoqib berishi mumkin. Kimdadir kichkinaroq nima bormi? Sumkacha bormi? Kichkina to'rtburchak. To'rtburchakda. Bo'ldi. Endi tasavvur qilinglar, bu kattaroq narsa bo'lsa, sizga bozorda ham yordam beradi. Siz bilan birga yuraveradi. Sizni narsangizni bemalol olib ketaveradi. Xolasangiz, odamga o'xshab birga olib yuring. Tushunyapsizlarmi? 10 kilogacha yukni ko'tara oladi. Yaxshi yordamchi. Ayniqsa qo'llaringizni olib ketadi-yu. Endi bitta raqsga tushib beradi sizlarga. Ben yükte operaya endi ketib qolmasa ichida pul bo'lishi mumkin. Ey to'xting. Ha, tushyapsiz endi. Bu 20 mana nimasini olib turing. Juda ham katta nimasi, arg'imchog'i. Kattagina korobkasi ham yetadi. Turkini ko'rsatib beradi. Bu endi qo'lda boshqaramiz. Tasavvur qilyapsizmi, qanday murakkab harakat qilyapti? Hamma servomotorlar ishlayapti. Kerak bo'lsa inson shuni qilaolmaydi. Xo'p, yaxshi bo'lmasa nima qilaylik?
Azizlar, mana videoni oxirigacha ko'rdingiz deb o'ylaymiz. Albatta, bu ko'rilgan ilmlarni nafaqat texnologiya fani o'qituvchilari, balki siz oddiy tomoshabinlar ham o'zingizni hayotingizga tatbiq qilsangiz, albatta sizda ham o'zgarish bo'ladi. Albatta, sizni hayotingizda zo'r muvaffaqiyatlarga erishishga sababchi bo'lasiz. Aytilgan fikrlarga siz ham albatta amal qiling va hayotingizni o'zgartirishga harakat qiling. Albatta, robototexnika hayotingizni o'zgartirishni xohlasangiz, Hashim School eshiklari sizga albatta ochiq. Keling, birgalikda hamkorlik qilamiz, hayotimizni chiroyli tomonga o'zgartirishga harakat qilamiz va eng asosiysi O'zbekistonda yoshlarini ilmga targ'ibot qilamiz, robototexnikani birgalikda rivojlantiramiz. Salomat bo'linglar azizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.